Assalomu alaykum. Men psixolog Nargiza Baxtiyorovna 10 yillik tajribaga ega pedagog psixologman. Madaniyatini, tilini, urf-odatlarini bilmaganligi uchun ular ham aynan o'sha inklyuziv ta'limga biriktiriladi. Oxirgi vaqtda statistikani olib qaraydigan bo'lsak ham, alohida ehtiyoji bor bolalar, ya'ni nuqsonli bolalarning foizi keskin oshdi. Bizda ehtiyojlar ko'payib boradi. Sivilizatsiya bo'lgan sari biz ayollarda biz bilamizki ayollar ehtiyojlarimiz, emotsionalimiz, ehtiyojlarimiz ko'p bo'lib boryapti. Yigit bilan qiz turmushga avvalambor tayyormi? Ota-ona bo'lishga tayyormi? Ayoliga nisbatan bir qarovchi sifatida emas, bir o'sha oilani duradgori sifatida, naqqosh sifatida qarashini taklif qilgan bo'lardim. Assalomu alaykum. Men psixolog Nargiza Baxtiyorovna 10 yillik tajribaga ega pedagog psixologman. YouTube platformasida yangi loyihaga asos soldim. Har safar yangi uchrashuvlarga kuchli mutaxassis ekspertlarni taklif qilaman va sizlarga manfaatli bo'ladigan mavzularda suhbatlashamiz. Bugun nafaqat mutaxassislarga, undan tashqari onalarga ham manfaatli bo'ladi. Bugungi mavzuyimizning nomi bolalar rivojlanishida inklyuziv ta'limning o'rni. Bugungi mavzu doirasida siz inklyuziya so'zi nima, inklyuziv ta'lim nima degani, alohida ehtiyoji bor bolalar qanday bolalar, ular qanday dunyoga kelyapti, nega oxirgi vaqtda bunaqa bolalarning soni ko'payib ketdi va bu bolalarga qanday imkoniyatlar bor va bu kabi onalarga qanday qo'llab-quvvatlashlar berilyapti. Psixolog mutaxassis tarafidan bu kabi muammolarga yechim beriladi. Bugungi podkastimizga 16 yillik tajribaga ega pedagog psixolog Lobar To'rabayevnani taklif qilganmiz. Bugun yana bir dolzarb mavzuga qo'l uramiz. Ya'ni bugungi mavzuyimiz nafaqat mutaxassislarga, balki onalarga ham manfaatli bo'ladi. Bolalarning rivojlanishida inklyuziv ta'limning o'rni va ahamiyati mavzusini yoritib beramiz. Nega aynan Lobar opamni taklif qildim? Chunki 16 yillik ish tajribalarida nafaqat ommaviy, undan tashqari ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat olib borganlar va bu mavzuda tajribaga egalar. Rahmat Nargiza, avvalambor taklif uchun. Juda ham hozirgi kunda dolzarb bo'lgan mavzulardan biri hisoblanadi. Ayniqsa mutaxassislar, balkim ota-onalar bilan birgalikda jamiyatning bu jamiyat bilishi kerak bo'lgan, jamiyatda har bir shaxs bu narsaga urg'u berish kerak bo'lgan mavzu hisoblanadi. Lobar opa, bugungi mavzuyimizni keling inklyuziya so'zidan boshlasak, o'zi inklyuziv ta'lim nima degani, shu haqida tushuncha berib ketsangiz. Inklyuziya bu hammani qamrab olish, hech kim chetda qolmaslik. Inklyuziv ta'lim esa nogironligi bo'lishi va bo'lmasligidan qat'iy nazar, tili, dini, diniy holatdan qat'iy nazar hammani ta'limga bosqichma-bosqich biriktirib borish. Mana oddiy maktablarda, ommaviy maktablarda nogironligi bormi, yo'qmi, u sog'lom bolalar bilan birgalikda ta'lim olishi kerak. Ya'ni ular ham ta'limga jalb qilish kerak. Ta'lim orqali ular o'sha inklyuziv ta'lim orqali rivojlanib borish kerakligini anglatadi. Oddiy qilib aytganda, inklyuziv ta'limda nogironligi bor va yo'q bolalar bir maktabda, ya'ni bir sinfda ta'lim oladi. Unda bolalarni chetlab qo'yish yoki ajratib qo'yish degan anaqa yo'q, g'oya yo'q. Inklyuziv ta'limning maqsadi, g'oyasi hamma bolalarni teng ko'rib, ularni birga rivojlantirish hamda ta'lim jarayoniga bosqichma-bosqich biriktirib borish. Tarbiyani Lobar opa oilada olish mumkin, lekin ta'limni ma'lum bir mutaxassislardan olish kerak. Farzand, to'g'rimi? Sog'lom bolalarni oladigan bo'lsak, ularga hamma narsa ta'minlangan. Ya'ni o'sha maktabgacha ta'lim tashkiloti, xalq ta'limi ketidan oliy ta'lim, ya'ni ketma-ketlik bilan ular ilm olishlari uchun har bir joy berilgan. Xo'p, endi alohida ehtiyoji bor bolalar, ya'ni nuqsonli bolalarni olishimiz mumkin. Quyoshchi, autizm, rast, DTP, ko'rish yoki harakatlarida nuqsoni bor yoki eshitish nuqsonlari bor bolalarchi, ularga qanaqa imkoniyatlar berilgan? Ular qayerga borib ilm olsin? Shu savolga qanaqa javob bera olasiz? Inklyuziv ta'lim nafaqat dunyo bo'ylab, balki bizning jamiyatda O'zbekistonda ham jadal ravishda o'sib bormoqda. Ayniqsa prezidentimiz tashabbuslari bilan 2020-yil 13-oktyabrda
alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni ta'lim tizimiga bosqichma bosqich olib borish hamda ularni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qarorlar imzolangan. Bularni xalq ta'limi o'zini oliy ta'lim, xalq ta'limi, maktabgacha ta'limga o'zini rejalar asosida bosqichma-bosqich biriktirib, ular nazoratga olingan. Mana bizada nafaqat O'zbekistonda yashaydigan, balkim chet eldan keladigan fuqarolarning farzandlari ham ta'lim olish huquqiga ega. Ularda aynan inklyuziv ta'limni o'rni ularda ham kerakli. Misol uchun faqatgina alohida ehtiyojga muhtoj bolalar emas, balkim o'sha boshqa dinga tegishli, lekin bizani jamiyatda misol uchun madaniyatini, tilini, urf-odatlarini bilmaganligi uchun ular ham aynan o'sha inklyuziv ta'limga biriktiriladi. Endi alohida ehtiyojga muhtoj bolalarda ularni misol maktabgacha ta'limda, maktab ta'limida hozirgi kunda oliy ta'limga hali borilmadi, faqatgina maktabgacha ta'lim hamda maktab ta'limida biriktirib qo'yilgan. Ularga alohida mutaxassislar tayyorlangan, ya'ni volontyorlar deb. Bola o'sha 41 nafar yoki 40 nafar bola bir sinfda o'qisa, o'shandan 3 nafar, 4 nafari o'sha alohida ehtiyojga muhtoj bolalar bo'ladi. Ular bilan alohida o'sha o'zini tibbiy ko'riklari mavjud. Bolaning misol hamma bolalar misol uchun nogironligi bor bolalar bunga qamrab oladi degan anaqalari yo'q. Uni ham o'zini ma'lum darajalari bor. Ya'ni o'sha psixonevrolog, pediatr ko'rigida o'tgandan keyin, tashxislari aniq qo'yilgandan keyin, ya'ni inklyuziv ta'limni o'zini qonun qoidalari bor. O'sha shartlarga to'g'ri keladimi? Bola ommaviy maktabda o'zini nima deydi, boshqa bolalarga ta'sir, ya'ni yomon ta'sir ko'rsatkichlari namoyon bo'lmagan holatdagina inklyuziv ta'limga biriktiriladi. Lobar opa, bilamiz, oxirgi vaqtda statistikani olib qaraydigan bo'lsak ham, alohida ehtiyoji bor bolalar, ya'ni nuqsonli bolalarning foizi keskin oshdi. Bunga sabab qilib bir nechta omillarni keltirishimiz mumkin. Ya'ni ekologiyani kimdir aytibdi sabab qilib, kimdir Coviddan keyin bu kasallik ko'paydi deyapti. Kimdir esa onani homiladorlik vaqtidagi og'ir toksikozi, o'tkazgan qanaqadir kasalliklari yoki antibiotiklar qabul qilgani yokida shu tug'ruq vaqtidagi, tug'ruq jarayonidagi qanaqadir patologik holatlar, bolani o'sha qiynalib tug'ilishi, o'qiga o'ralib tug'ilishi, gipoksiya, qanaqadir holatlar sabab bo'ldi deyapti. Kimdir esa tug'ilishi bilan qo'liga gadjet berib qo'yilgan, yanyalar boqqan, telefon, televizordan uzilmaganligi deydi. Va yana kimdir esa priyivkalar sabab, akada solgani yoki qaysidir bolam sog'lom edi, bolam yaxshi edi, bolamda hech qanaqa homiladorligim ham zo'r o'tgan, lekin shu priyivka olganimizdan keyin bolam orqaga ketdi deb aytishadi. Agar sabablarini sanasak, soni chegarasi yo'q. Ya'ni priyivka ham, telefon ham, televizor ham, ochlik ham, urush davri ham, homila vaqtidagi qanaqadir kasalliklar oldin ham bo'lgan-ku. Nega aynan bu kasalliklar hozir ko'paymoqda? Bunga qanaqa izoh berasiz? To'g'ri aytasiz Nargiza. Aynan ruhiy buzilishi bo'lgan bolalarda kelib chiqish sabablari aynan bitta fakt sifatida berilmayapti. To'g'ri, meditsina tomonlama, ekologik tomonlama yondashganda bularni nisbiy olsak bo'ladi. Lekin biz hozir mutaxassis emasmiz, biz psixolog bo'lganligimiz uchun aynan psixologik tomonlariga yondashamiz. Biz bilamizki, hozirgi jamiyatda insonni, mana siz boya aytdingiz, nimaga urush davrida bo'lgan oldingi holatlarda mana shunaqa yashash tizimida, tarzida patologiyasi bor bolalar kamroq tug'ilgan, nimaga aynan hozirgi paytda ko'proq tug'ilyapti degan savolingizga javob, bilasizmi, bitta narsa, bizda ehtiyojlar ko'payib boryapti. Sivilizatsiya bo'lgan sari biz ayollarda, biz bilamizki, ayollar ehtiyojlarimiz, emotsionalimiz, ehtiyojlarimiz ko'p bo'lib boryapti. Bundan tashqari bizada oila maktabi yo'q. Biza oila qurishdan oldin hech kim bizani psixologik tayyorlab, oilaga tayyormi, tayyor emasmi, hech kim aniqlamaydi, oila quraveradi. Ya'ni o'g'il bolalar uylanaveradi, qizlarimiz turmushga chiqib ketishadi. Eng og'riqli nuqtalarimiz. Eng og'riqli nuqtalarimiz. Mana to'g'ri, meditsina tomonlama ular qon topshirishadi, biologik sog'ligini tekshiradi. Lekin men hozirgi kungacha eshitmadim psixologik, ruhiy holatini, ya'ni o'sha oila haqida tarbiyasi bormi, oila tushunchasi bormi, munosabatlardagi tushunchalar bormi, muloqot qilish madaniyatlari shakllanganmi u qizda ham, o'g'il bolada ham, shu narsalarga ahamiyat bermayapmiz. Biz bilamizki, oila qurishdan oldin bizani olam osmon ehtiyojlarimiz va kutuvlarimiz bo'ladi. Lekin biz
doim soxtalik, sun'iylik bilan yondashamizda maqsadimiz chiroyli oila qurish, barpo qilish emas. Shunchaki biz oila qurdik, bo'ldi, vazifani bajardik, missiyamizni bajardik degan tushunchalar bo'ladi. Bu nafaqat o'sha bo'lg'usi kelin va kuyovda, balkim ota-onalar men vazifasini bajardim, qizni egasiga topshirdim, buni uylantirib qo'ydim, bo'ldi. Ko'ryapsiz mana o'sha munosabatlarda ham, muloqotda ham bir-birini tushunish, anglash tushunchalari bo'lmayapti. Oila tarbiyalaridagi qanaqa munosabat qilish, qaynonaga qanaqa munosabatda bo'lish, turmush o'rtoq bilan qanaqa munosabatda bo'lish, bo'lg'usi onami qanaqa ona bo'lib shakllanish, bu tushunchalar yo'q. Biz shunchaki turmushga chiqib, shunchaki ona bo'lib, shunchaki farzandlar tug'iladi. Endi qarang, mana shu ehtiyojlarimizni qondirilmasligi, munosabatlarning yaxshi bo'lmasligi, emotsiyalarimizni bostirganmiz. Chunki sen kelinsan, gapirishga haqli emassan, sen yangi kelinsan, sen hozir zo'r ideal qilib ko'rsatishing kerak o'zingni, ya'ni soxtalik rolini zo'r bajarishing kerak degan tushunchalar, maskalarimiz bormi? Emotsiyalar nima bo'ladi? Bostirilaveradi. Biz bilamizki, do va postlirodavoy bizada stresslar, depressiyalar mavjud, to'g'rimi? Hozirgi ekologiyadan olib qaraydigan bo'lsak, tanamizda hozir agar gormonlarga bog'lanadigan bo'lsak, gormonlarga yondashadigan bo'lsak, bizada gormonlar o'ynashi bizani настроениямыз bilan, ya'ni holatimiz bilan, yeb ichishimizdan tashqari bizani holatimiz bilan bog'liq bo'lib boryapti. Bular ko'ryapsizmi? Bularni biz birga agar jamlaydigan bo'lsak, bir katta bir ilm manbai. Bizning kelinlarimiz, bizning onalarimiz hozir bunga tayyormi degan savollar bor. Endi ayol oila qurdi, kelin bo'ldi, homila shakllana boshladi. Biz bilamizki, aynan 3 oylikdan 4 oylik embrionni 4 oylik davrida markaziy nerv sistemasi shakllanadi. Bu markaziy nerv sistemasida bizani emotsional holatimiz, ruhiy holatimiz, his qilish, hissiy tuyg'ularimiz hammasi bu o'sha embrionga ta'sir kuchini bera boshlaydi. Bu faqatgina o'sha bolani sog'lom biologik rivojlanishdan tashqari ruhiy nosog'lom bo'lib kelishiga ham asoschi bir sabab bo'ladi. Shu uchun bizani onalarimiz o'sha o'z vaqtida qizlarga chiroyli tarbiya berib, psixologik ilmlarni o'rganib, to'g'ri tavsiyalar bera olsa, kelajakda misol uchun o'zidan o'sha bo'lg'usi qizi, bo'lg'usi kelin chiroyli oila yaratadi. Uning farzandlari nafaqat biologik sog'lom, nafaqat meditsina tomonlama sog'lom, balki u ruhiy sog'lom bo'ladi. Mana shu bizada nima deydi, bostirilgan emotsiyalar, hissiy tuyg'ular, kutuvlarning oqimlanmaganligi, emotsiyalarning buzilishi, aynan bu ham o'sha stress holat aytadi-ku, mana misol, men o'sha tajribamdan kelib chiqib onalarga savol beramanda, nimaga sizda mana shu aynan bolangizni homiladorlik davrida qanaqa stressmi, depressiyalar, keling, ular ba'zi tushunmaydi-da, stress, depressiyani ham tushunmaydi-da. Keling, vaziyatlar qanaqa bo'lgan deb savol berganimda, o'sha onalar yig'lab, ishonasizmi, o'kirib, ho'ngrab yig'laydi. Chunki o'sha og'riqlarga men uni qaytaraman-da. Endi tasavvur qiling, yillar davomida u azoblanishlar, xo'rlanishlar yoki bo'lmasa o'zini misol, keling, u yaxshi oilaga tushdi degan taqdirda ham u ayol uchun, o'sha ona uchun yaxshi bo'lmasligi mumkin. Shu uchun aynan o'sha tomonlari bostirilganligi uchun men eslatganimda, u ayolda shunaqa kuchayib ketadi travmalari, ko'ryapsizmi? Endi siz tasavvur qiling, aynan o'sha embrion shakllanayotgan, ya'ni bola rivojlanayotgan davrda u qanaqa holatda bo'lgan, qanaqa qilib o'sha bosqichlarni o'tib borgan. Ya'ni 4 oylik, 5 oylik, 6 oylik, 7 oylik. Chunki ona xursand bo'lsa, biza внутренне xursand bo'lamiz, ich-ichimizdan qalban xursand bo'lamiz va buni bola his qila boshlaydi. Mana hozir skrininglar juda ham takomillashib, rivojlanib bordi-yu. Kuzatganimda skrining apparatlarida shunaqa bolaning kulgusini, ona xursand bo'lsa, misol uchun qanaqangidir tabassumlar ko'rinadi. Mana bu hozir ko'ringani, uni his qilgani qancha? Aynan mana shu holatlar ham bolaning psixik buzilishi paydo bo'lishiga olib keluvchi omillar deb bilaman. Chunki bu men buni shundoq aytayotganim yo'q, qaysidir kitobdan o'qib, tahlil qilib va mijozlarim bilan suhbatlashganda o'sha onalarning og'rig'ini eshitganimda, ularni yig'ib bitta xulosaga kelib, aynan bolaning psixologik buzilishlarida ham onaning psixik buzilish holatlari borligini tushunib yetdim va o'sha iloji boricha kelayotgan onalarga, ikki qat, ya'ni homilador onalarga chiroyli tushuntirishga harakat qilaman. Bo'lg'usi o'sha tug'ilajak farzandini
komil inson bo'lishi uchun, ruhan sog'lom bo'lishi uchun aynan onaning holati, ruhiy holati sog'lom bo'lishiga asoschi sabab deb bilaman. Lobar opa, mana shu yerda men qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Hozir bizani ko'rishligi mumkin qaynonalar, turmush o'rtoqlar, undan tashqari onalar ko'rishi mumkin. Shunaqa farzandi bor va hozir sizni gaplaringizdan qanaqadir menda qisman tushuncha paydo bo'lib qoldi. Onani ruhiy holatini ilgari surdik. Ya'ni bola nosog'lom tug'ilishida ona sabab deb va mana sen aybdor ekansan, sen sababchi ekansan, sani deb farzandim nosog'lom tug'ilibdi deb bu oilada mojarolarga sabab bo'lib qolmasligi uchun men unaqa onalarga nima demoqchiman? Ya'ni birinchi navbatda aytdingiz, oila maktabi dedingiz-ku, turmushdan avval shu ikkita inson, ya'ni o'sha yigit bilan qiz turmushga avvalambor tayyormi? Ota, ona bo'lishga tayyormi? Bizda oila qurilgandan keyin ertasi kundan homilador bo'lishini kutishadi. To'g'rimi? Kelinlarning asosiy vazifasi qaynonani rozi qilish. Uyi tozaligi, ovqat, saranjonli, to'g'ri, bu narsani qilish kerak. Bu narsa bizning qadriyatlarimizda ham bor, ota-onani rozi qilish boshqa, lekin asosiy oila ikkita inson birlashgandan keyin asosiy birinchi navbatda ilgari suriladigan narsa bu nima? Komil, sog'lom, yetuk farzandni, sog'lom insonni dunyoga keltirish. Qaynota qaynona o'sha ota-onalarimizni sog'lom farzand xohlashadi, lekin sog'lom farzand uchun nima bo'lyapti bu yerda? Nafaqat onani ruhiy holatini yaxshilash. Onani ruhiy holati qachon yaxshi bo'ladi? Qachonki shu muhit uni qo'llab-quvvatlasa, o'sha oila maktabini, turmushga tayyorlovni men aytgan bo'lardim, qaynota qaynona shular bilan boshlashi. Ya'ni ularni ham qaynona bo'lishga tayyormi? Qaynota bo'lishga tayyormi? Turmush o'rtoq bo'lishga tayyormi avvalambor? Hamma mas'uliyatni ayollar, ya'ni kelgan o'sha 18, 20, 17, 21 yoshli qizlarni yelkasiga ilishmasdi. Bizda o'sha 20, 25 yoshgacha o'g'il farzand tarbiya qilishadi. Kelin tushgandan keyin nima deyshadi? Bu yog'iga siz tarbiyalang deyshadi. Nima degani bu? Tarbiyalang. Tushunyapsizmi? Ya'ni o'sha bolani, ya'ni erkakka eri mas'uliyatini ham xotinini zimmasiga yuklab qo'yishadi. U tarbiya qiluvchi kim bo'ladi? Ona bo'ladi-ku. Ular uje oilada disfunksiya paydo bo'ladi. Ya'ni er va xotin bo'lishmaydi. U erni har doim bu ayol tortib turish kerak. Adajonisi turing, adajonisi adajonga buni gapiring, adasi ma'mini qiling, buni qiling. Ya'ni ona roliga tushib oladi-da. Ha, va u turmush o'rtog'i tarbiyash mas'uliyati, oilani olib borish, ya'ni ro'zg'orni yuki tushadi. Undan tashqari qaynota qaynona, oiladagi yana boshqa inson o'sin, qaynagacha kimdirlar bilan murosa qilish, ya'ni uni missiyasi ko'payib ketdi. Undan tashqari yetuk, sog'lom, zo'r, soppa-sog', katta 4 kilo, 5 kilolik farzandni dunyoga keltirib berish kerak-da. Shuning uchun biz hozir men xohlardim, onalarda ayb ekan deyishdan oldin bunaqa tushuncha bo'lib qolmasligi uchun onalarni sog'lom farzand, sog'lom nevara xohlayapsizmi? Sog'lom o'sha o'zingizga merosxo'r xohlayapsizmi? Demak, onani sog'lom ruhan, fiziologik, ma'nan, psixologik sog'lom shaxs sifatida qo'llab-quvvatlashingiz kerak ekan. Uni faqat misol uchun qazi-qarta yeyapti emas, qorni to'q, 3 mahal ovqat yeyapti, kiyimi butu emas, uni ruhiy ozuqasi-chi. Ma'naviy ozuqasi. Ma'naviy ozuqasi bilan ham siz asosiy mana shu narsa-da. Endi buni biz psixolog sifatida bilamiz. Bitta non, bir piyola suvga qorin to'yish mumkin, lekin ehtiyojlar hammasi shunchaki qoplanmaydi-da, u qolaveradi. Mana shu kutuvlarning oqlanmaganligi munosabatlarning buzilishiga olib keladi. Hozir to'g'ri aytdingiz, o'sha misol ayol ona xohlayapti, boshqa narsa kutuvlari, misol chiroyli, u chunki fantaziyalar bilan kelgan, chiroyli tasavvurlar bilan kelgan. Qaynona ham kutyapti, meni kelinim oyoq qo'lim bo'ladi. Menga chiroyli anaqa nima deydi, vaziyatlar, navaralar tug'ib beradi, oilamni chiroyli kutib oladi deydi. Bizda shunaqa narsa bor, qarligim, qaramligim deb bilishadi. Aslida har bir o'sha kelin, qaynona, qaynota hamma o'z-o'ziga xizmat qilsin. O'z-o'ziga, o'z-o'zida baxtli bo'lsin. O'z-o'zidan bu baxt-ku, sog'lomlik. Sog'lomlik. Mana shu narsaga biz ahamiyat bermaymiz. Mana shu inklyuziv ta'limning ham aynan shakllanishda mana shunaqa bolalarimiz chetda qolib ketmasligi, ya'ni o'sha alohida ehtiyojga muhtoj bolalar bormi,
qat'iy nazar hammani teng ko'rish. Mana ko'ryapsizmi, har bir ta'lim tizimi bo'ladimi, tarbiya uslublari bo'ladimi, hamma insonda gender tenglik. Allohga shukur, bizning jamiyatda hozir gender tenglik juda ham anaqa nima deydi, rivojlanib kun sayin o'sib bormoqda. Bu yana bitta narsa aytmoqchi bo'lganim, hozir aksariyat qizlarimizni ko'ryapman-da, suhbat davomida ular kurslarda qaysidir kitoblar, psixologik rivojlantiruvchi kitoblar o'qishyapti. Shu bilan birgalikda mana kurslarda ishtirok etyapti. Pishirish deysizmi, rivojlanish deysizmi, raqs, sport, hamma tomonlama. Lekin bitta savol kelyapti-da menga. O'g'il bolalarimiz o'syaptimi-ekan? O'g'il bolalarimiz to'g'ri sportga borishadi. Turmushga tayyorlanyaptimi-ekan? Mana ruhiy, psixologik rivoji qaysi darajada? To'g'ri, ularda missiya, ya'ni ovchi, pul topishligi, shu bilan birga oilani ham olib borish. Oilani ham o'sha o'zidan ojiza sifatida, misol uchun o'sha ayolni kelin sifatida qabul qilganda yoki ayoli sifatida qabul qilganda, o'zi aslida o'sha farzandini dunyoga keltirayotgan u qahramon ona aslida. Unga ko'proq anaqa berish kerak, nima deydi? E'tiborini, mehrini. Bizda endi turlicha anaqa qilinadi. O'sha bolalarimizni ham ruhan o'sishini, ruhan fikrlay olishini, teran fikrlay olishini, ayoliga nisbatan bir qarovchi sifatida emas, bir o'sha oilani duradgori sifatida, naqqosh sifatida qarashini taklif qilgan bo'lardim. Chunki ayol farzandini tarbiyalash davomida o'sha naqshni yaratadi. O'sha naqqoshlik san'atini unda ijod paydo bo'lishi uchun u turmush o'rtog'idan energiya oladi. Va shu orqali o'zini oilasini jamiyatga chiroyli chiqarib bera olishi mumkin. Sog'lom oilada, ya'ni disfunksiyasi, sog'lom munosabatlar yo'lga qo'yilgan, ya'ni o'sha turmush o'rtoq mas'uliyatni zimmasiga ola oladigan, qarorlar qabul qila oladigan, ayolini himoya qilib qo'ya oladigan, ota-ona ham ularni qo'llab-quvvatlaydigan muhit kelin demak sog'lom farzandlarni dunyoga keltirar ekan, to'g'rimi? Sog'lom homiladorlik bo'ladi, unda xafaliklar, o'sha kelishmovchiliklar, ziddiyatlar bo'lmaydi va oila a'zolarini ham sevadi. Munosabatlar faqat yaxshilanadi. Hamma nimadir bir-biridan kutmaydi-da, hamma nimadir berishga harakat qiladi. Ya'ni egoizm emas-da bu yerda. Umumiy hammani общий oladigan bo'lsak, hammani maqsadi bir, sog'lom, komil farzandni, ya'ni o'zini zurriyotini dunyoga keltirish. Bilasizmi Nargiza, men bitta narsaga juda ham ko'p ahamiyat beraman-da. Agar insonda, misol uchun ruhiy holati yaxshi bo'lsa, biza kayfiyatimiz yaxshi bo'ladi. Hislarimiz, dunyo qarashimiz, tasavvurlarimiz, bitta vaziyatga nisbatan munosabatimiz boshqacha bo'ladi, to'g'rimi? Biza stressda bo'lmagandan keyin to'g'ri ovqatlanishga harakat qilamiz. Ya'ni jahlda, asabda shirinlik yeb tashlamaymiz yoki qaysidir o'sha homiladorlik davrida yeyishi mumkin bo'lmagan turli xil yarim tayyor mahsulotlardan iste'mol qilmaymiz. Mazza qilib o'sha turmush o'rtog'imiz uchun, oila a'zolarimiz uchun chiroyli ovqatlar pishiramiz-da va uni iste'mol qilamiz, to'g'rimi? Yana bir narsa, agar uning ruhiy holati yaxshi bo'lsa, psixosomatika yaxshi bo'ladi. Shu bilan birda u o'z vaqtida o'sha shifokorga murojaat qiladi, o'zini o'sha shifokor tomonidan o'sha 9 oy davomida o'tish kerak bo'lgan har bir meditsina tomonlama anaqalarga bosqichma-bosqich o'z vaqtida borib turadi, nazoratda bo'ladi. Mana hammasini olib qaraganda, mana ham ekologiya jihatdan, ham to'g'ri turmush tarzi, meditsina, psixologik tomonlama bitta qilib olganda ayolni kompleks yondashuv deb oladigan bo'lsak, o'shanda bizada turli xil mana bunaqa insonni nima deydi, o'zini ichidan aybdor his qilish tushunchalari yoki kimnidir o'sha farzandini shunaqa rivojlanishda nuqsoni bo'lgan holatda kimnidir aybdor qilish fikrlaridan yiroqda bo'ladi o'sha ayol. Xo'p, deylik, Lobarabba, shunaqa maxsus ehtiyoji bor farzand dunyoga keldi. U ham ta'lim tarbiya olish kerak. Xo'p, o'zim ham maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalar psixologi bo'lib ishlayman. Ish faoliyatimda o'sha yilning boshida yillik reja beriladi. Har bitta bolani diagnostika qilish uchun. Ya'ni o'sha bilish jarayonlarini diagnostika qilamiz. Diqqat, tafakkur, tasavvur, nutq, mayda motorika, mana shu har bitta bilish jarayoniga doir o'z-o'zi metodikalarimizni o'tkazamiz. Bu bo'lishi mumkin o'sha proyektiv metodikalarmi, har xil o'sha qo'llanmalarmi, shularni o'tkazib bolalarni bilish jarayonini diagnostika qilamiz. Xo'p, sizni bolalaringizda, ya'ni o'sha maxsus bolalarni, biz alohida ehtiyoji bor bolalar bilan sog'lom bolalarni qanaqa diagnostika qilishda farqi bor? Shu haqida ham gapirib bera olasizmi?
Mana Nargiza, birinchi holatda o'sha bizada hozir autizm sindromi juda ham kuchayib boryapti. Razi bilan uni adashtirib qo'yishadi, nutqida nuqson bo'lsa ham yoki bolada diqqat tarqoq bo'lsa ham bizada autizm belgilari bor deb olishadi. Chunki hozir internet, ijtimoiy tarmoqlarda ko'payib boryapti. Bitta harakatini ko'rsa, noto'g'ri yursa yoki oyog'ini uchida yursa ham, voy bu autizm deb qo'yishadi. Eng asosiysi, birinchi o'rinda ona o'sha pediatrga murojaat qiladi, to'g'rimi? Bolalarni misol borib ko'rikdan o'tkazganda, o'shanda u diqqatliroq bo'lish kerak. Mana hozir autizm sindromining ham ikki xil belgilari borda, tug'ma hamda orttirilgan. O'sha 1 yoshi 6 oylikda bolada nuqsonlar shakllanaveradi. O'shani sezgan, diqqati bolada bo'lgan ona uni kuzatuvda, ya'ni o'sha kuzatuvlar asosida mutaxassisga murojaat qilish kerak, ya'ni bolalar shifokori hamda psixonevrologga. Ular asosiy o'sha tashxisdan kelib chiqib, diagnoz qo'ygandan keyin, ya'ni o'sha tashxis qo'yilgandan keyin u mutaxassislarga murojaat qilinadi. Na psixologni, na defektologni tashxis qo'yishga anaqasi yo'q, haqqi yo'q, chunki bu patologiya bilan bog'liq bo'lgani uchun nervpatologlar, tibbiy tashxislar bilan yondashadigan bo'lsak, psixonevrolog hamda nervpatolog, bolalar shifokori bunga birinchi o'rinda murojaat qilinishi kerak va ular asosida biz u tashxisni ko'ramiz va tashxis ko'rgandan keyin ularni biologik yoshi bilan psixologik yoshini biz aniqlab olishimiz kerak. Mana bu biza psixolog va defektologlarning vazifasi. Uni ma'lum tashxislar, o'zimizni metodikalarimiz bor, ya'ni soddalashtirilgan variantda, aynan o'sha soddalashtirilgan variantdan bolalarga berib, uni biologik yoshi bilan psixologik yoshini aniqlab olganimizdan so'ng ularga alohida dastur tuziladi. Ya'ni bolani misol uchun tengqur F83 deyiladi, ya'ni o'zini tengqurlaridan yoshiga nisbatan, ya'ni 5 yosh, 6 yoshga nisbatan misol uchun orqada. Uning yoshi necha yoshda? Mana misol uchun biologik yoshi 5 yosh bo'lishi mumkin, lekin uni psixologik yoshi 3 yosh, 4 yosh yoki 2 yoshga borib taqalishi mumkin. Biza aynan o'sha joyini aniqlab olganimiz bu bizning yutug'imiz bo'ladi. Biza aynan mana shu tomoni bilan ishlaymiz. Bolani psixologik yoshini aniqlab olgandan keyin biza uni xotirasi qanaqa, diqqat eng asosiysi boladiga urg'u beradigan tomonimiz bolaning diqqatiga. Bolani diqqatini biza jamlay olishga erishsak, demak biza boshqa bilish jarayonlari, ya'ni xotira, tafakkur, tasavvurlarni bemalol shakllantirishimizga imkoniyat, ya'ni zamin yaratiladi. Bundan tashqari bizada keladi bolalarimiz, maxsus bolalar, ya'ni o'sha aqli zaiflik, ya'ni ularda og'ir darajalar bor. Buni F71 deb biz aniq qilamiz, kodlashtirilgan. Ularda qanaqa yondashish kerak? Misol, ular to'g'ri tibbiy tomonlama dorilarni ichadi, o'zini muolaja dasturlari bor. Muolaja dasturlaridan so'ng biza pedagog mutaxassislarning bajariladigan ishlarimiz bor. Ya'ni bolani birinchi o'rinda o'sha aqli zaiflikda biza o'z-o'ziga xizmat qilishga o'rgatishimiz kerak. Ya'ni bola o'z-o'ziga xizmat ko'rsata olmaydimi? Ya'ni o'zini ehtiyojini amalga oshira olmaydimi? Bolada asabiylik kelib chiqadi. Ko'ryapsizmi? Bitta diagnoz zanjir, ikkinchi patologiyani olib kelyapti, ya'ni asabiylik, nevrozlikka olib kelyapti. Ikkinchi zanjirga bog'lanib kelyapti. Biza mana shu tomonni ko'rib aniqlaganimizdan keyin biza bosqichma-bosqich davolash nimalarni tizimini yaratib boramiz va uni ustida ishlaymiz. Bundan tashqari, mana autizm sindromi patologiyasida bu to'g'ri, bu dunyo bo'ylab hozir juda ham anaqaga chiqqan, pik nuqtasiga chiqqan. Ya'ni yaqinda bizda Amerikadan mutaxassislar keldi, aynan erta aralashuv mavzusida biza bilan katta konferensiya olib borildi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti buni tashkillashtirib berishdi. Aynan o'shanda bolani erta aralashuv, ya'ni o'sha bilgan zahotimiz uni o'sha rivojlanish darajasiga mutaxassislarni biriktirib berish. Ya'ni rivojlantirish darajalariga mutaxassislarni ketma-ketligini tuzish. Ya'ni psixonevrolog, defektolog, psixolog, psixoterapevt. Ya'ni o'shandagina biza ma'lum maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Ya'ni natijamiz ijobiylashadi. Eng asosiysi mutaxassislar bilan birgalikda ota-onani ishonchi, ota-onani harakati.
mana bu ham katta dolzarb hozir mavzulardan biri. Ota-onalarimiz bu narsaga sal sayozroq qarashyapti. Katta bo'lganda, yosh ulg'ayganda bolam anaqa bo'lib ketadi. Sog'lomlashib ketadi. Bu erkalanishi, bu erkalatib qo'ygandek dadasi, buvisi bunaqa qo'ygan. Farzand shirin, farzandlik kasalga qaragandek qaramaydi. Lekin biz mutaxassislar uni ko'rib turibmiz-ku harakatini. Uning natijasi misol uchun xuddi shunday borganda nima holatlarga olib kelishini bilib turibmiz. Natijada mana shu uzviylikni biza birgalikda hamkorlikni olib borsak ham biza ijobiy natijalarga erishamiz. Mana bizada yana bor jismoniy, ya'ni tayanch harakatlarida nuqsoni bor bolalarimiz ham borda. Ularda agar yondash kasalliklar bo'lmasa, ya'ni murakkab nuqsonlari bo'lmasa, ularda aqliy faoliyat juda ham intellekt normada bo'ladi. Agar biz aynan ularni jismoniy, ya'ni tayanch harakatlari bilan birgalikda aqliy salohiyatiga yanada urg'u bersak, u juda ham zo'r kashfiyotchilarni yaratishimiz mumkin. Ya'ni harakatda nuqsoni bor bolalarni aynan biz o'sha aqliy salohiyati bilan kuchliroq ishlaymiz. Bundan tashqari tayanch harakatlari bilan o'zini ma'lum texnikalar bor, ma'lum o'sha qo'l motorikalarini rivojlantirish uchun maxsus massaj anaqalarimiz bor, turlari, o'sha rivojlantiruvchi massaj turlarimiz bor. Ularni ham bosqich olib boramiz. Nargiza, keling, siz ommaviy maktabgacha ta'limda ishlaysizda. Ommaviy maktabgacha ta'limda psixolog ish rejasida diagnostikamiz borda, bolaning psixologik rivojlanish kartasi. Ya'ni unda har bir bola diagnostika asosida, ya'ni tashxis asosida ish olib boriladi. Mana siz qanday uslublardan, qaysi metodikalardan foydalanasiz? O'sha aytganimdek, yilli boshida yillik ish reja beriladi. Diagnostikani biz asosan katta va tayyorlov guruhlarida olib boramiz. Ya'ni bu o'sha 5-6 yoshli bolalardan olinadi. O'sha diagnostikamizga qanaqa metodikalar kiradi? Keling, shu haqida ham gapirib o'taman. Birinchi navbatda proyektiv metodikalarimiz bor. O'sha oila rasmi, kaktus rasmi juda ham ko'p beriladi bu. O'sha tashxis markazidan bizaga juda ham ko'p metodikalar bor. O'sha zina testi bor, kaktus bor, yomg'ir ostidagi odam, mana shu avtoportret buni ichida proyektiv metodikalarni o'tkazamiz bola bilan. O'sha rasm chizishi orqali biz diagnostika qilib tahlil qilamiz. Buni bola bilan suhbat orqali umumlashtiramiz. Rasmni shunchaki olib o'zi rasm haqida gapirmaymiz. O'sha rasm bo'yicha farzand bilan, o'sha bola bilan suhbat qilib xulosalaymiz. Bola oilasi haqida qanaqa tushunchaga ega, bola rasm chiza olyaptimi, qiz bola bilan o'g'il bolani jinsini ajrata olyaptimi, qulog'i, ko'zi, qanaqadir detallari bormi? Ya'ni o'sha avtoportret metodikasini oladigan bo'lsak ham norma va normadan pastini hammasini baholash darajasi bor. Undan tashqari o'sha Torrens, Keren, Rasik maktabga tayyorlov diagnostikasi bor. Graficheskiy diktant bor yoki mana mamta ham bir nechta olib kelganman. Ya'ni bugun yana tushunarli bo'lish uchun shunaqa qo'llanmalarni ham olib keldim. Ya'ni bu yerda soyasini top metodikasi bor. Har bir bolani yoshidan kelib chiqqan holatda biz nima qilamiz? Yoshiga tanlab metodikalarni o'tkazamiz. Yarmini, o'sha ikkinchi yarmini top. Bolani bu yerda nima qilamiz? Tegida oladigan bo'lsak, bilish jarayonlarini diagnostika qilyapmiz. Diqqat, tafakkur, tasavvur, nutqni, mayda qo'l motorikasini har bitta bilish jarayonini diagnostika qilamiz. Har xil, masalan, hayvonlarni o'sha uyini topgan, bola bu yerda tafakkuri ishlayaptimi? Rasm chizishda bo'lsa, biz proyektiv metodikalarda nimani ahamiyatga olamiz? Bu yerda bolani fantaziyasi, tasavvuri, nutqi, so'z boyligi qanchalik rivojlangan, bu narsaga e'tibor beramiz. Undan tashqari, bu yerda endi bir nechta xotirani mashqlari bor. Diagnostika qilganimizda o'sha 10 ta elementni bolaga beramiz va uni o'girib qo'yamiz orqasini. 10 ta elementni eslab qoldimi, nechtasini yoddan eslab qoldi va har birini bizga o'sha bergan dokumentga ballab chiqamiz va me'yoridan past bolalarni, ya'ni rivojlanishi o'sha me'yoridan past deb oladigan bo'lsak, me'yoridan past, balli past, biz endi ballini chiqaramiz. Balli past chiqqan bolalarni biz korreksiyaga olamiz va siz o'sha aytib o'tgandek, yuqorida o'sha yoshini yetkiza olmayotgan jarayonini, masalan, qattiq savodda qaysi bilish jarayonlari me'yoridan past, o'sha joylarini o'stirib korreksiya qilamiz. Ya'ni 6 oy bu bola bizda korreksiyada bo'ladi. O'sha har bir bilish jarayonlarini yetkazib, maqsad bolani maktabga tayyorlash. Ya'ni bunda o'sha psixologik holati, emotsional holati, ruhiy holati polностью va
o'sha darsga doir holatlarini ham, bilish jarayonlarini ham yetkazib berishda hamkorlikda mutaxassislar bilan ishlaymiz. Siznikida shunda aynan shu metodikalarni oladigan bo'lsak, u bolalarga ham shu metodikalar qo'llaniladimi? Bizda ham o'sha tashxis markazi tomonidan ish reja beriladi. Lekin har bir psixolog o'zini ichki, misol tashkilotni holati bilan maxsus ta'lim tashkilotlari bor, ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti bor. Bunda qamrov ko'proq bo'ladi. Ya'ni ko'zda nuqsoni bor, eshitishda nuqsoni bor, rivojlanishda nuqsoni bor, nutqida nuqsoni bor, tayanch harakatda nuqsoni bor kabi har bir o'sha umumlashtirilgan, ya'ni tashxislari bilan ish olib boriladi. Har bir o'sha o'zini ta'lim tashkilotidagi bolalarning rivojiga qarab, o'sha maxsus maktabgacha ta'limda ishlaydigan psixolog o'zini ichki ish rejasini tuzib chiqadi. Ya'ni bu ichki ish rejada o'sha bolalarning salohiyatidan, uning qobiliyatidan, harakatidan, o'zlashtirayotgandan ko'rgan holda ajratadi va soddalashtiriladi programma. Chunki mana hozir siz 5-6 yoshli bolalardan oladigan mana bu metodikalaringiz bizani bolalarga sal og'riqli, bular bajara olmaydi. Chunki ularda imkoniyatlar ma'lum me'yorda cheklangan. Bundan tashqari biza boya aytib o'tganimdek, biologik yoshi bilan psixologik yosh mavjud, to'g'rimi? Lobar opa, mana gapingizni bo'ldim. Bitta ikkita oson qanaqadir ularning ehtiyojidan kelib chiqqan holatda qanaqadir qo'llaydigan diagnostik metodikangiz bormi? Bor, albatta bor. O'sha ishlash davomida men buni o'zim tuzganman muallifligimda. Qarang, o'sha oddiy misol, mana aqli zaif bolamizda F71, aqli zaif demaylik, F71 tashxisli bolalarimizda oddiy ovqat yeyish programmasi. Mana biza faqatgina uni ilmiy tomonlama o'stirmaymiz, bolani o'zini o'stiramiz. Ya'ni uni ovqatlanishi, ehtiyojlari bilan birgalikda uni ham emotsional. Oddiy misol, bolalarimizda F71 bolalarimizda emotsiya yo'q. Ya'ni ular o'sha sizni kulganingizda kula olmaydi, siz qaysidir uni hazillashganda ular tushunmaydi. Ularda o'sha smayliklar orqali oddiy 5 yoshli bola emotsiyani tushunmasligi mumkin. O'sha emotsiyalar orqali, ya'ni smayliklar orqali xafalik, xursandlik, yig'lash, qaysarlik, mana shu holatlarni ularga o'rgatib boramiz. Yoki bo'lmasa, mana oddiy misol, ranglarni ajratish yoki o'zini kiyimini kiyish, qalpoq, bosh kiyim nima? Paypog'i qanaqa? Shim qaysi? Kostyum qaysi? Bola ajrata olmaydi. Chunki unga doimiy ota-onasi yoki mutaxassislar kiydirib qo'yadi, yedirib qo'yadi, ularni o'ziga qo'yib berishmaydi. Bizda misol maxsus maktabgacha ta'limda aynan o'sha bolani o'ziga ehtiyojlarini, ya'ni o'ziga ehtiyojlarini qondirish bilan, ya'ni o'sha kiyinish, ovqat yeyish, hojatiga borish va asosiysi yana bitta narsa, o'ziga kerakli narsani so'rab olish. Ular boradi, so'ramasdan olib ketaveradi. O'shani so'rash, menga ber. Biza unaqa o'sha korreksiya davomida juda ham ko'p bolalarga gapira olmaymiz, chunki ularda fikrlash, tasavvur, tafakkurda me'yor borligi uchun biza ularga qisqa gapiramiz. Olmangni ber yoki kiyimingni kiy. yoki qalpog'ingni kiy, alohida urg'u asosida beriladi. Bu ham bizning bolalar uchun korreksiya. Bu ham bizning bolalarimiz uchun bu rivojlanish uchun katta bir bazaviy texnikalar. Mana bu ilmiy yondashadigan bo'lsak, misol uchun o'sha bitta qulupnayni oladigan bo'lsak, mevani o'rgatadigan bo'lsak, qulupnayni qo'lida, rasmda hamda elektron variantda ko'rsatamiz. 3 xil tizimda. Ya'ni bola o'sha holatni tabiiy holatda ko'rish kerak, yeb ko'rish kerak va uni o'sha kitoblarda o'zini vizualni ko'rish kerak va o'sha videolarda, ya'ni o'sha qanaqangi animatsion, ya'ni multfilmlarda ham uni ko'rsatib borish kerak. Ko'rasizmi, bitta metodikani o'rgatish uchun 3 xil yondashuv, kompleks yondashuv. O'shanda bizning bolalarda natija o'sib ketaveradi. Bundan tashqari, mana misol suv ichish programmasi. Bola bugun misol uchun shunaqa bolalarimiz bor, suv bermasak suv ichmaydi. Ularga suv ichaman, har 2 soatda suv ichaman degan programmalarni o'rgatib borish. Bular ketma-ketligini cho'zursak, o'sha bolaning biologik va psixologik yoshidan kelib chiqib, uni intellektidan kelib chiqqan holda biz ularga metodika tanlaymiz. Mutaxassisning asosiy vazifasi shundan iborat.
Xo'p, endi bu bolakayimiz aytaylik maktabgacha ta'lim tashkilotini bitirib yakunladi. Endi bu bola xalq ta'limiga borish kerak. Xo'p, bu yerda endi hozir men eshitishim bo'yicha inklyuziv ta'lim yo'lga qo'yildi va ularga, bolalarga sinflarda maxsus volontyorlar biriktirildi. Bu volontyorlar oliy ma'lumotlimi yokida ularning tajribasi bormi? Ularga qanaqadir malakaviy o'quv kurslarida tajriba orttirish imkoniyati berildimi? Ya'ni bilim ko'nikmalari bormi, tayyormi maktab inklyuziv ta'limga? Ular bunaqa bolalarga qanaqa qo'llab-quvvatlash berishadi? Bu bolalarda qanday imkoniyatlar bor maktabda? Inklyuziv ta'lim har bir tumanda o'sha xalq ta'limi tomonidan ma'lum maxsus imkoniyatga qarab, o'sha tashkilot, ya'ni maktabning imkoniyatiga qarab ma'lum sinflar biriktirildi. Unda har bir 40 nafar o'quvchida 3 nafar o'sha alohida ehtiyojga muhtoj bolalar ta'lim olish imkoniyati bor. Ularga ma'lum maxsus volontyorlar, ya'ni volontyorlar kimlar? Asosan maxsus pedagogikani bitirgan psixologlar, shu bilan birga defektologlar biriktiriladi. Sinf rahbar o'sha xalq ta'limi tomonidan kelgan ish rejani olgandan keyin aynan o'sha maxsus pedagoglar, ya'ni o'sha o'ziga biriktirilgan o'quvchisining qobiliyatiga qarab, uning imkoniyatiga qarab dastur tuzadi. O'sha 45 minut davomida pedagog berilayotgan darslarni volontyor unga soddalashtirilgan variantda tushuntiradi. Va undan tashqari unga qo'shimcha yana dars beriladi. Oilaga, ya'ni uyda ota-ona tomonidan yana o'sha vazifalar, ma'lum vazifalar, ya'ni o'sha darsni 70% ga 100% ga olib kelishi uchun ota-onaning hamkorligi, ya'ni uyda berilgan vazifalarni bajarish nazorati beriladi. Hamkorlik haqida gapirib o'tdingiz. O'zim ham mana amaliyotchi psixolog bo'lib ham faoliyat olib boraman va bolalarni konsultatsiya qilaman va bolalarni har xil muammolar bilan olib kelishadi, murojaat qilishadi. Agressiya, enuris, misol uchun qo'rquv, boladagi har xil vaziyatlar bilan kelishadi va mana har doim hamkorlikda ishlayman. Bu nimaga kerak? Shu haqida ham gapirib o'tmoqchi edim. Chunki to'g'ri yechim bo'lishi uchun, natija bo'lishi uchun hamkorlik menda qanaqa bo'ladi? Har doim birinchi konsultatsiya ona bilan bo'ladi. Ya'ni o'sha mas'ul shaxs bilan bo'ladi. Birinchi navbatda mana murojaat qilib, agressiya bolamni olib kelmoqchiman, psixolog kerak deysa ham aytaman, birinchi konsultatsiya siz bilan, siz qabulimga kelishingiz kerak va konsultatsiyada o'sha o'zini so'rovnomalarini beraman va anamniz yig'aman. Homila vaqti qanaqa o'tgan, tug'ruq jarayoni qanaqa o'tgan va bolani o'sish, rivojlanish holatlari qanaqa o'tgan. Masalan, agressiya deb oladigan bo'lsak, muammoni u qachondan boshlandi, qaysi omillar sabab bo'ldi. To'liq anamnizni yig'gandan keyin ikkinchi konsultatsiyada menda bolani keladi va bola bilan diagnostik o'sha narsalarni o'tkazaman. Diagnostika qilgandan keyin yana onaga qaytib o'tiladi. Ona bilan, oila bilan hamkorlikda ishlanadi. Nega? Agar agressiya bilan, muammo bilan kelyapti bola, agressiyasi bilan ishlay, men uni korreksiya qilmay, u yana nosog'lom muhitga boryaptimi? Chunki hamma narsa baribir oiladan boshlanadi-ku. Oilada qanaqadir disfunksiya, oilada muammo borki, bolada agressiya yuzaga keldi. Endi sabablarini, yechimini bitta narsada deb ayta olmaymiz-da. Agressiyani bu nutqi kechikishi bilan bo'lishi mumkin, qanaqadir ruhiy holati bilan yokida oiladagi insonlarni noto'g'ri tarbiya tizimi, qanaqadir usulidan bo'lishi mumkin. Ya'ni sababi ham, yechimi ham har xil. 10 ta agressiya bilan keladigan bo'lsa, 10 xil deb olsak bo'ladi. Demak, hamkorlikda ota-ona nima qilish kerak, qaysi tarbiya modelini olish kerak, qaysi xatolarini tuzatish kerak, hamkorlikda ishlaymiz va bolada shunda korreksiya bo'ladi va boladagi agressiya rezko pastga tushadi. Inklyuziv ta'limni oladigan bo'lsak, psixolog bunaqa bolalar bilan hamkorlikda qanaqa ishlaydi? Psixolog bunaqa bolalarga va bunaqa bolalarni ota-onasiga qanday yordam beradi? Qarayman, inklyuziv ta'limda o'sha kompleks yondashuv deb aytdik, hamkorlik o'rni juda ham katta. Sog'lom bolalarga nisbatan ularda 2 hissa, 3 hissa ko'p desak ham bo'ladi. Nafaqat psixolog, pedagog, tarbiyachi yoki o'sha agar maktabda o'qiydigan bo'lsa, sinf rahbari, fan o'qituvchilari, shu bilan birgalikda ota-ona, psixonevrolog, bolalar shifokori, ya'ni pediatr, bular hamkorlikda ish olib bormas ekan, bitta bo'shliq
osilib qolaveradi. Natijada o'sha bo'shliq to'lma, как buni anaqa deb olsak, mozaika deb olsak, mozaikamiz bir tomoni bo'sh turaveradi. Chunki biz bilamizki, bularda hozir to'g'ri aytdingiz, ota-ona agressivnimi, emotsional holati yaxshi emasmi? U patologiyasi bor bolaga o'ng'isa ta'sir qiladi. Eng bitta yana achinarli tomoni, o'sha ota-ona bolasini sog'lom bo'lishiga ko'zi yetib bormaydi. Mana bu tomon og'riqlari ham bor. O'zi qabul qilmagan. O'zi qabul qilmaydi. Ko'ryapsizmi? Mana shu tomonlari ham o'sha bolalarimizni inklyuziv ta'limda hamkorlikning bo'shliqlar paydo bo'lishi bolaning rivojlanishiga ta'sir kuchi juda ham katta. Bundan tashqari mana duduq bolalarimiz bor. Buni F98 bilan belgilaymiz. Bu duduqlanishda musiqa rahbarining o'rni juda ham katta. Agar o'sha bolada biza shunaqa tembrlar bilan sekin ovozda gapirishni o'rgansa, o'shanda bolada duduqlanish, hayajon pasayadi. Mana musiqa rahbarining o'rni bu yerda. Tayanch harakatida misol uchun jismoniy tarbiya yo'riqchisini o'rni katta. LFK, masajyorlar, bularning o'rni katta. Bularning ham har bir mana o'zi buni volontyor o'zi mana ishni boshlaganda, o'quv yilini boshida buni tushunib anglab yetish kerak. Va o'sha aynan qaysi tomonlarga ko'proq urg'u berish kerakligini, buni hamkorlikni tuzib, reja tuzib olish kerak. O'shanda uning ishlarida natija ijobiy ko'rinadi. Yalt etib ko'rinadi deydi-yu, bolani oddiy o'sha sog'lomlashayotganini ko'rib ham o'zidan xursand bo'ladi. Bu o'zining ishining, ya'ni mutaxassisligining natijasida, bu o'zining aytadi-yu, huzur, boli, ishining boli bu. Ya'ni asali bu hisoblanadi-da. O'sha mutaxassis agar shularni to'g'ri yo'lga qo'ysa-da, bu ishdan xursand bo'lib, o'zi ishonib ishini davom ettirsa, juda ham ko'p marralarni zabt etadi mutaxassis. Demak, to'g'ri tushungan bo'lsam, hamkorlikda birinchi navbatda ota-onaga qo'llab-quvvatlashdan boshlanadi. Ya'ni o'sha farzandni qabul qilish, u farzandni qo'llab-quvvatlash, shu narsaga birinchi navbatda psixolog urg'u beradi. Chunki onada resurs bo'lmasa, ona o'zini holatidan qoniqmasa, nosog'lom muhit bo'lsa, uning ustiga nosog'lom bola bo'lsa va bunga butun oila a'zolari asosan onani, ya'ni kelinni ayblashadi-ku. Noto'g'ri ovqat yedingiz, telefon ko'tarib yurdingiz, mamnaqa qildingiz, kola ichdingiz, buni qildingiz. Aybdorlik hissi bilan ayolni ko'mib tashlashadi. Lekin yana bitta narsa, o'sha tibbiy xodimlarni biza har oylik ko'rigini albatta yo'lga qo'yishimiz kerak. Chunki ular dorilar bilan homila vaqtidami? Yo'q, inklyuziv ta'lim davrida ham. Misol uchun bolada ularda stresslar paydo bo'ladi, og'riqli-ku, misol darslar qiyinlik qilishi mumkin. Ularda o'sha kichik stresslarga olib keladi. Agar misol diqqat tarqoqligini hisobidan xotira pasayishiga olib keladi, to'g'rimi? Agar tibbiy tomonlama o'z vaqtida muolajalarni olib borilsa, bu ham o'sha mutaxassislarga ko'makchi bo'ladi-da, osonlashadi ishi. Lobar opa, mana inklyuziv ta'lim haqida gapirdik. Inklyuziv ta'limni ahamiyati haqida gapirdik. Undan tashqari ehtiyoji bor bolalarga qanaqa qo'llab-quvvatlash bo'layotgani, ularga volontyorlar, hamkorlikda ishlash, alohida psixolog, logopedlar, o'sha murabbiylar biriktirilayotgani haqida gapirdik. Lekin inklyuziv ta'lim kirib keldi, juda ham ko'p o'sha ommaviy maktablarda sog'lom farzandi o'qiydigan onalarning noroziligini ko'ryapman. Hattoki seminarlarda o'sha darslar beraman-ku, darslarimda shuni aytishdi, masalan, men xohlamayman, meni farzandim bilan nosog'lom deb aytdilar-da. Nosog'lom bola birga o'qishini, bitta partada o'qishini, uni qiliqlarini meni farzandim qaytarishini, undan o'rganib meni farzandim orqaga ketishini deb juda ham katta norozichiliklarga sabab bo'lyapti. Bu narsaga qanaqa izoh bera olasiz? U onalarga qanaqadir qo'llab-quvvatlash yoki tushuntirish ishlari olib borish, qanaqadir darsliklar, ya'ni inklyuziv ta'lim kiritildi, lekin men o'ylayman, ommani ham, ya'ni o'sha sinfdagi 40 ta bola deyapsiz-ku, uni ota-onasi va sinfdagi o'sha bolalarni ham tayyorlash kerak deb o'ylayman. Chunki alohida ehtiyoji bor bola ko'r bo'lishi mumkin, masalan, ko'rishida nuqsoni bo'lishi mumkin, eshitdi nuqsoni bo'lishi mumkin yoki harakat tizimlarida bo'lishi mumkin, ZPR, ZRR, har xil diagnoz bo'lishi mumkin, duduqlanish deyapsiz. Demak, bunaqa bolani olib kirib qo'ysa, 40 ta boladan ikkitasi bo'lsa ham uni kulishi, ustidan haqorat qilishi, mensimasligi yoki qanaqadir holatlar bo'lishi mumkin va bu bolaga ruhiy holatiga yana ham zarba
zarba bo'lishi mumkin-da bu bolaga. Shunda qanaqadir ziddiyatlar ota-onalar o'rtasida chiqishi mumkin, bolalarni o'rtasida qanaqadir bullinglarga sabab bo'lishi mumkin. Bu yerda o'sha umumiy sinfi ham tayyorlanadimi? Sog'lom bolalarni ota-onasiga qanaqa misol uchun yondashilinadi? Qarang, mana inklyuziv ta'limni ham negizida shu yotibdi-da. Mana hozir barcha bolalar, ya'ni nogironligi bor yo'qligidan qat'iy nazar bir xil ta'lim olishga, ya'ni haqli. Bu konstitutsiyamizda ham izohlab o'tilgan. Bundan tashqari, mana bilasizmi, bizada bu yangi dastur bo'lganligi uchun hali bosqichma-bosqich, etapma-etap anaqalari tuzilib kelyapti, tizimlashtirilgan holatda. Bizada to'g'ri o'sha ota-onalarimizning noroziligi aksariyat hollarda o'zimizga ham aniq qilinadi. Bunda eng asosiy rol o'sha tashkilotning psixologiga biriktiriladi va fan o'qituvchisiga. Ular ko'proq o'sha ota-onalar yig'ilishida misol biz aytib bilmaymiz, sani bolang to'g'ri, hozir 3 ta farzanding bo'lsa, uchalasi ham sog'lom bo'lishi mumkin, lekin biz navara ko'ramiz, boshqa o'zimizning ham hayotiy anaqamiz bor-ku, to'g'rimi? Hayotda bo'lishi mumkin bo'lgan sabablar, ya'ni kim aytadi, misol kafolat beradi, san navarang shunaqa bo'lmaydi deb. Shu uchun biz birinchi onalarda empatiyani rivojlantirishimiz kerak. Va o'sha biz qachonki o'sha sinfda, ya'ni ota-onalar yig'ilishlarini qilganda, o'sha farzand, ya'ni alohida ehtiyojga muhtoj bolaning onasi ham keladi. Treninglar, o'yinlar davomida o'sha ona og'riqlari bilan bo'lishadi. Ko'ryapsizmi? O'sha treninglarni o'zida empatiya shakllanib boradi. Undan tashqari o'sha ona borib farzandiga o'sha bolaga nisbatan, ya'ni o'sha o'rtog'iga nisbatan empatiyani shakllantirishi, uni akasi sifatida, tengquri sifatida ko'rishi, ya'ni birga teng ko'rish, ya'ni qadrlanishini, uni qabul qilishini tavsiya berib boradi. Misol, har kuni o'rtog'ingga mana bu shokolatingdan bergan, o'zing shokolad yeganingda mana bu o'rtog'ingga ham berib qo'ygin. Yoki biz bilamiz, mana O'zbekiston, misol bizning jamiyat, sharq jamiyati juda ham mehribon-da, mehridaryo deydi-ku, bolajon. Mana shu narsalarni shakllantirib borish kerak bolaga. Shunda u bolaga qaraganda kulgili tarzda emas, aksincha mehr bilan qaraydi. Qo'llab-quvvatlash, yordam berish. Bu sinf rahbar va o'sha tashkilotning psixologiga bog'liq. Agar ular hamkorligi juda ham nima deydi, mustahkam bo'lsa, ota-onalar bilan shunaqa savollar berilganda to'g'ri tushuntirib bersa mana shu vaziyatni, shunda onalarda norozilik bo'lmaydi. Lekin biz hech qachon bizani xalq, bizani jamiyatdagi insonlar unaqa qahr qattiq emasda, onajonlarimiz. Baribir ko'ziga qaraganda, o'shaning imkoniyatlarini ko'rganda rahmi keladi. U ham Allohning bir ne'mati, Alloh bir yaratgan mo'jizasi. Endi unaqa onalarning bolalarning onalariga 2 hissa onalik mehri, ya'ni 2 hissa onalik vazifasini bajarish uchun aynan shunaqa farzandlar berilgan bo'ladi. Bolasini himoya qila olishi ham o'sha bu onaning qahramonligi. Ta'lim olishi uchun har tomonlama unga imkoniyat qilib berishi, bolani himoya qilishi, o'sha kerak bo'lsa, qaysidir ota-ona norozi bo'lsa, u bilan tushuntirish ishlarini olib borishi, bu onaning qahramonligi. Inklyuziv ta'lim bu imkoniyat. Inklyuziv ta'lim bu barchaga imkoniyat. Hattoki men hozir gaplaringizdan qanaqa xulosaga kelyapman, bu nafaqat o'sha maxsus bolalarga alohida ehtiyoji bor, sog'lom bolalar ham bitta muhitda katta bo'lishi, bu bolalarni yetuk shaxs sifatida, ya'ni sog'lom bolalarga ham plyuska ishlashini ko'ryapman-da. Qanaqa ma'noda? Ularda qadriyatlar shaklanar ekan. Ularda tolerantlik, ularda empatiya, ularda shukur hissi, ularda qo'llab-quvvatlash, do'st, mana shu og'ir kunda yordam berish kabi o'z-o'zi har bir farzandimizda bo'lishi kerak bo'lgan, xohlagan qanaqadir sifatlarimizni inklyuziv ta'limni negizida qurilganini men ko'ryapman-da. Xohlarda mana farzandlarim shunaqa insonlarga nisbatan mehrli, e'tiborli, qo'llab-quvvatlashli, birga o'zi bilan teng, u qanaqadir qayerdadir orqada emas, hamma birdek. Hamma Allohning oldida banda, hammada bir xil imkoniyatlar bor. Hammaga shu narsa berildi deb birdek Allohning anaqasidek, ne'matidek qarashini men istardim-da. Va hozir siz aytyapsiz, o'sha inklyuziv ta'lim bu bolalarga ham plyus ekan. Agar bu narsani mana men aytdim-ku teparoqda
man xohlamayman deb aytdilar-ku, agar bu narsalarni sizdan, ya'ni bu muhitda yashab ko'rgan, ishlab ko'rgan, bunaqa onalarni og'rig'ini, bunaqa bolalarni og'rig'ini his qilib ko'rgan pedagog sifatida sizdan eshitib, bu onalar ham eshitsa, bu narsani tushunar ekan va meni ham fikrim undan ham chuqurlashdi, undan ham bu narsani to'g'ri ekanligiga xulosa qildim-da hozir. Bilasiz, mana chet davlatlarda nogiron insonlarga, ya'ni ehtiyojga, imkoniyati cheklangan insonlarga bir kasalga qaragandek qarashmaydi. Ularni ham qaysidir qobiliyatini shakllantirib, o'sha tomoniga urg'u beriladi. Mana inklyuziv ta'lim negizida agar misol uchun o'sha bolada rivojlanishdan sal orqada bo'lsa, uni mutaxassislar, texnikalar, metodikalar yordamida kuchaytirib sog'lomlashtiriladi, ommalashtiradi, ya'ni ommaviy bolalarga qo'shiladi. Agar qaysidir nuqsonlarda juda ham imkoniyati cheklangan og'irroq tizimda bo'lsa, endi biza faqat bir mutaxassis tomonidan emas, ota-ona tomonidan ham bo'lish kerak deyapman-ku, qo'llab-quvvatlash. O'sha tomonlari sal oqsoqlanib qolganda, hech bo'lmaganda o'sha bolada bir kasb hunar bo'ladi. Ya'ni o'sha o'zini ertada, o'sha kelajakda oila qurishiga, jamiyatga o'zini hissasini qo'shishiga bir asoschi omillar hisoblanadi. Mana biz ko'p ko'rganmiz, imkoniyati cheklangan ayollar tadbirkorlik bilan juda ham ishlab chiqarishlar, juda ham zo'r bir ilmiy g'oyalar yaratib bormoqda-da. Bu ham o'sha insonni yashash uchun kurashi, imkoniyatlarini faqatgina cheklanganlik tomoniga emas, diqqatini boshqa qobiliyatiga, boshqa imkoniyatlariga urg'u berish kerakligini anglab yetyapti. Inklyuziv ta'lim meni nazarimda bu 10 yil, 20 yilda juda ham rivojlanib, o'zini natijalarini ko'rsatadi va ishonamanki, buni jamiyatimiz qabul qiladi. Biz ham ularni imkoniyat cheklangan emas, sog'lom insonlardek qabul qilamiz va ularni qadrlaymiz. Inklyuziv ta'limning eng bir go'zal negizi, debochasi shu deb bilaman. Chet elda oladigan bo'lsak, o'sha avtobuslarda, qanaqadir transportlarda oyog'i yo'q, qo'li yo'q, nuqsoni bor insonlarga joy bersa, jahli chiqib ketar ekanda. Nega? Meni aqlim bor, meni boshim bor. Nimaga sen meni nogiron deyapsan? Men kallam bilan ishlay olmayman degan ma'noda-da, ularni jahli chiqib ketar ekan. Inklyuziv ta'lim ham negizi menimcha shunda deb o'ylayman-da, asl mohiyati. Insonni sog'lomlashtirib ta'limga nuqsoni bor insonlarga qanaqadir bizni past nazar bilan yoki ularga yordam berish kerak, ularga ehson qilish kerak, ular qanaqadir invalidnosti har oy pensiyasini kutib yashash kerak emas, ularda ham imkoniyatdan keng foydalanish. Davlatimiz bu narsani qo'llab-quvvatlayapti. O'sha biznes qiladimi, pul ajratadimi, hamma taraflama, tikuvchi bo'ladimi, nima qilmasin qo'llab-quvvatlash bor-da. Negizida demak, o'sha hammani bir xil shaxs qilib, hammani teng qilish ekanda. Jamiyatga tenglikni yaratish. Lobar opa, bir nechta savollar sizga tayyorlab qo'yganman, shularni beraman. Qisqa bo'lsa ham javob berib ketasiz, chunki sizni qarashingiz menga qiziq. Psixolog ham yig'laydimi? Ya'ni sizning kasbiy faoliyatingizda shunaqa og'riqli holatlar bo'lganmi? To'g'risini aytsam, psixolog ham inson. Unda ham qalb, unda ham his-tuyg'ular bor, emotsiyalar bor. Buni chiqarish norma deb bilaman. Lekin bilasizmi, men shu maxsus maktabgacha ta'limga ishga kirganimda o'sha bolachalarni ko'rib yig'laganman. Bu balkim shukronalik hissi bo'lgandir, balkim bu achinish hissi bo'lgandir, bilmadim. Lekin o'shanda men o'sha bolalarga nisbatan qalbiy og'riqlarni sezganman, his qilganman. Bundan tashqari o'zim o'sha hayot davomida bo'ladi, turli xil vaziyatlar bo'ladi. Unda qalbimiz bor, yig'laymiz, lekin eng plus tomoni shundaki, psixolog birinchi o'ziga yordam bera oladi. O'zini qaysi vaziyatda, qaysi holatda ekanligi, qaysi obrazda ekanligini ajrata oladi. Bunda ham ish bermasa, o'zini supervizorlari bor, ular bilan maslahatlashib, bu vaziyatdan oson va yengil o'tib chiqib ketadi. Kasbiy faoliyatingizda natija ko'rgan bolalaringiz bormi? Albatta, buni men faxr bilan, xursandchilik bilan aytishim mumkin. Ishonasizmi, psixonevrolog aqli zaiflik bergan plus autizm sindromi yondashuv, ya'ni qo'shimchaga berilganda, endi podozreniya qilib berilgan. O'sha bola kelganda nutqi yo'q, 4 yoshli bola, juda ham qo'rqqanman, xavotir olganman. Qanaqa bo'lar ekan, natijaga buni ota-onasi tez erishishni xohlayapti deb hayron bo'lganman-da. Keyin uni defektolog biriktirganmiz, psixonevrolog, nerv patolog
va o'zim hamkorlikda eng asosiysi bilasizmi, man shu onani qahramon ona deya olaman. Hozir ham o'sha onani eslaganda boshqacha hislar paydo bo'ldida. Ishoning, u ona bolaga shunaqa komfort yaratib berdiki, bola bilamizki, bizani sog'lom bolalarimiz ham endi anaqasi patologiyasi bor bolalarimiz ham uxlashni juda ham yomon ko'radi. Obedda uxlash, ya'ni maktabgacha ta'limda ayniqsa. O'sha ona obedgacha bo'lgan davrda mutaxassis shug'ullanadi o'sha bola bilan. Ya'ni o'sha o'zini tarbiyachisi, defektologi, psixologi. Undan keyin bolani ovqatlantirgandan so'ng yana qo'shimcha basseynga suzishga, ya'ni ipnoterapiya, ya'ni ot terapiyasiga, undan tashqari yana psixonevrolog muolajasiga bordida. Ishoning, 1 yil 2 oy deganda o'sha bola qaytib tashxis topshirgan, ya'ni qayta analiz topshirganda ijobiylashuv 80% ga chiqqan. Va natijada bu men onani rolini juda ham katta o'rinda ko'rdim. Ona faqat shu bolaga ishondi. Ota ham, ona ham ishondi. Va shu bilan birgalikda hamkorlikni uzviyligini uzmadi. 1 yil 2 oy deganda bolani ommaviy maktabgacha ta'limda olib bordi. Hozir bola shunaqa she'rlar aytadi, shunaqa o'zini fikrini aytadi, o'zini mana rasmga qarab hikoyat tuz degan nutqni rivojlantiruvchi metodikamiz bor-ku. Shular rasmga qarab shunaqa tasvirlab beradi, ta'migacha tasvirlab beradi. Bu nordon, bu shirin, bu rangi bunaqa deb so'ramaysiz. O'zi как teoriyaga o'xshab gapirib beradi. Lekin bu 100% sog'lomlash degan anaqasi yo'q. Baribir biz ota-onasi ham, mutaxassislar ham hal ishlashda davom etyapmiz, chunki bola o'sha maktab ta'limiga chiqquncha 100% natijaga ona erishmoqchi va uni uddali deb o'ylayman. Bundan tashqari o'sha ko'p ota-onalarimizda mana jismoniy, ya'ni tayanch harakatda nuqsoni bor bolalarimizda ham natija juda ham zo'r bo'ladi. Ularda ham chunki aqliy salohiyati yaxshi, ularga motivatsiya berish orqali ham ancha o'zi keltira olasiz. Ancha o'sha harakatga da'vat qila olasizda. Motivatsiyani o'rni ham juda ham katta bo'ladi. Men bundan xursandman va faxrlanib ayta olaman. Men Allohga behisob shukrlar aytaman. Aynan o'sha maxsus maktabgacha ta'limda ishlab bolalarning patologiyasi bilan birga ularni og'riqlarini eshita oldim, tushuna boshladim. O'sha onalarni holatini, qalbiy titroqlarini, hislarini eshita boshladim. Bu menga nafaqat o'sha 12 yil davomida maktabda xalq ta'limida ishlagan bo'lsam, undagi og'riqlar bilan bu keskin farq qiladi. Ularda natijani zarracha ko'rsada ularda baxt hissini his qila olishini sezdim. O'shanda insonda shukronalik hissi hamisha bo'lish kerakligini angladim. Qayta imkoniyat berilganda shu kasbingizni yana takror tanlarmidingiz? Takrorlardim. Ya'ni aynan o'sha bolalarga yordam berish uchun yana psixolog bo'lardim. Aynan ehtiyoji bor bolalar bilan ishlashga ham qayta borgan bo'lardingiz. Bo'lardim. Chunki ular bilasizmi, to'g'ri natijasi uzoq bo'lishi mumkin, lekin uni rohati, uni his qilgan, oddiy ovqat yeyolmaydigan bola qo'liga qoshiq olib ovqatni mazza qilib yeganda, uni ta'mini ayta olganda, bu natija. Shuni oldin bajara olmagan-ku bola, lekin o'shani his qila oldi-ku bola. Bajara oldi-ku bola. Mana bu natija. Albatta, mutaxassisligingizdan, bu kuchliligingizdan ham darakda. Men misol uchun sog'lom bolalar bilan ishlayman, alohida ehtiyoji bor bolalar bilan ishlay olmayman. To'g'risini aytaman. Yo'naltiraman boshqa mutaxassislarga. Sog'lom bolalar deymiz. Aslida olganda, agar esla olsak, biz maktabda ham past o'zlashtiradigan o'quvchilarimiz bo'lardi-da. Har bir sinfda bo'lardi. Ularga boshqacha nazarda qarardik, ularni bezor, ikkich deb itarar ularni, to'g'rimi? Lekin mana hozirgi tajribamdan shuni tushundimki, shu bolalarga ham ko'mak kerak bo'lgan. Ya'ni rivojlanish darajasini qaysidir bosqichida bo'shlig'i bo'lgan. Balkim bilish jarayonida, balkim hissiy jarayonlarda, balkim emotsional, balkim qo'llab-quvvatlash. Hamma oila unikal, mukammal darajada shakllanmagan-ku, to'g'rimi? Aynan men hozirgi ota-onalarimizga aytmoqchi bo'lganim, bolangiz o'zlashtirishda orqada qolyaptimi yoki o'qishda sayozlik paydo bo'lyaptimi? Ishoning, bolaning patologiyasi bilan nimadir holat bo'lyapti. Uning ruhiy holati bilan nimadir bo'lyapti. Siz shuni negizini toping, mutaxassisga olib boring. Ishoning, natija ko'rasiz. O'sha bolangizni boshqa tomonlama qobiliyatini rivojlantirib borasiz. Balki u zo'r olim, shifokor bo'lmasdir, lekin zo'r sportchi bo'la oladi, zo'r pazanda bo'la olishi mumkin yoki zo'r qaysir tadbirkor bo'la olishi mumkindir. Faqat o'sha qobiliyatini, ildizini topishda bizning anaqamiz.
maqsadimiz. O'shanda biza o'zimizni vazifamizni bajargan bo'lamiz. Xulosa qilib, bunaqa farzandi bor onalarga nima deyish mumkin? Qarang, men bundoq o'ylab turib aytyapman-da, alohida ehtiyoji bor onalarning farzandi hech qachon jinoyatchi bo'lmas ekan. Yo'q. Hech qachon gunoh qilmas ekan. Ular beg'ubor bo'ladi. yomonlik kutmas ekanmiz. Sizni ko'nglingiz xotirjam bo'lsin, sizni farzandingizni ustunligi ham shunda. Ya'ni sizni ko'nglingiz xotirjamligi ham shunda. To'g'ri, unga oson emasdir. Bitta qalamni qo'liga olib, o'sha bitta misol uchun sog'lom bolaga bor yoz desa harfi yozishi mumkin ko'chirib. Lekin sizni farzandingizga yillab ketishi mumkin bitta qo'shuvni olib ovqatga solishi uchun. Psixik buzilishlari bor bolalarda, ya'ni alohida ehtiyojga muhtoj bolalarga bilasizmi, ularning onalari, otalari qahramonlar. Qahramon. Ular 2 hissa, 10 hissa farzand tarbiyasida o'zini jalb qiladi. Ya'ni ularda anaqa ko'proq mas'uliyat, majburiyat, vazifalar juda ham kuchli. Shuning uchun ularni bajarishni o'zi uchun ham insonga iroda kerak, insonga ma'lum anaqada xotirjamlik kerak. Lobar opa, kasbiy faoliyatingiz davomida sizni qalbingizni og'ritgan, qanaqadir og'riqli holatlar bo'lganmi? Albatta, bu ishlash davomida bo'lishi tabiiy holat. Bilasiz, meni og'ritgan tomoni o'sha endi kasbimdan kelib chiqib aytaman. Ko'proq men urg'uni o'sha ehtiyojga muhtoj bolalarga, imkoniyat cheklangan bolalarga ko'proq urg'uni berganim uchun, bilasizmi, ularning ba'zi bir ota-onalarini ko'raman, juda ham zo'r vazifasini bajaradi. O'zini kerakli holatlar, o'sha bolasini holatini qabul qila oladi. Lekin shunaqa ota-onalarni ko'ramanki, ishoning farzandi uning uchun keraksiz bir buyum bo'lib qoladi. Mana shu, agar savol bergim keladi, shu bolang sog'lom bo'lganda shunaqa voz kechgan bo'larmiding? U dabdurustdan voz kechmaydi, ruhan voz kechganda. Olib o'sha maktabgacha ta'limga ertalab soat 7 dan tashlab ketilsa bola, kechki payt 7 da olib olsin deb bolani. Yetimlik travmasida. Yetimlik travmasi. Keraksizlik hissi. Mana shu og'ritadi inson. Meni og'ritadi qalbimni. Agar o'sha bolang sog'lom bo'lgan olib ketgan bo'larding-ku degim keladi. O'sha boladan dabdurustdan voz kechishdi. Lekin ma'lum o'sha vazifasini bajaryapman, doktorga olib boryapman, mana olib kelyapman, sizlar qaraysizlar, mutaxassisdan onalikni talab qiladi. Mutaxassis ma'lum reja asosida beriladi vazifalarni. Ona mehr orqali beradi. Berilishi kerak bo'lgan oziqani, ma'naviy oziqani. Shu uchun mana shu tomonlar menga og'riq beradi. Ota-onalarga tavsiya bergan bo'lardim. Farzandingiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar Allohning ne'mati deb qabul qiling. Siz unga ishoning, Alloh oldidan qancha ajr savoblar olyapsiz. Undan tana holati bilan emas, ruhan ham voz kechmang. Bolangizni prosta bolaligi uchun yaxshi ko'ring, bo'ldi. Allohimning ne'mati deb qabul qilish kerak. Imkoniyati deb. Alohida ehtiyoji bor onalarga qanaqa tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Ularni qo'llab-quvvatlash uchun nimalar degan bo'lardingiz? Aynan alohida ehtiyojga muhtoj bolalarning onalariga birinchi o'rinda aytgan bo'lardimki, bolangizni tengqurlari va boshqa farzandingiz bilan solishtirmang. U boshqacha bola tug'ildi. Undan tashqari, ularning ota-onasiga aytadigan yana eng bir muhim anaqa, siz harakat to'xtatmang. Tavsiyam, siz harakatni to'xtatmang. Ishoning, harakat oxirida albatta natija bo'ladi. Natijani siz katta kutmang. Siz kichigidan boshlang. Zinapoyada 4-etajga birdaniga chiqib uchib ketmaysiz. Birin-ketinlik bilan pillapoyalarni bosib o'tasiz. O'sha kichkina bolangizni yutug'ini katta bir bayram sifatida qabul qiling va o'sha narsani bolaga singdiring. Xursandchilik tarzida, ma'naviy rag'bat, moddiy rag'bat qilib siz uni tushuntiring, bolangizni rivojini o'shanda ko'rasiz. Va hech qachon to'xtamang, hech qachon bolangiz bilan ishlashga, bolangizni mutaxassisga olib borishga, bolangiz ekanligini his qilishdan to'xtamang. Rahmat kattakon Lobar opa, bugungi uchrashuvimiz nafaqat menga, bizani o'sha ekran ortidan ko'rayotganlarga ham manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Chunki qalbdan qalbga yetib boradi. Chunki har xil mavzuda gaplashdik. U bolalar qanaqa dunyoga keladi, nima sabab bo'ladi, ularga bog'chada, maktabda qanaqa ta'lim beriladi. Undan tashqari bunaqa bolasi bor onalar nimalarga e'tibor berish kerak. Shu mavzularga to'xtaldik. Men o'ylaymanki, bugun bizani kuzatayotgan barchaga bu manfaatli bo'ladi.
Sizga tashrif uchun alohida rahmat. Xudo xohlasa keyingi uchrashuvlarimizda ham bu mavzuni yana davom ettiramiz. Manfaatli bo'lgan bo'lsa xursandman. Rahmat Nargiza sizga ham. Sizni qaysi muammolar yana qiynayapti? Kommentariyada yozib keting. Bu kommentariyalarni o'qib, keyingi uchrashuvlarimizda shu savollarga javob beramiz.